Hazorazm Xorazm viloyatidagi qadimiy tuman nomlaridan biri. Maydoni 2000 km2dan ortiq, aholisi 2000 dan oshgan. Tumanda bir shahar, bir shaharcha, 11 ta qishloq fuqarolari yig'ini va Hazorazm shaharchasi mavjud. Mazkur toponimning etimologiyasi haqida turlicha fikrlar mavjud bo'lib, ularning barchasi ushbu toponimning etimologiyasini o'rganayotgan shaxsning nuqtai nazariga bog'liq holda talqin qilinadi. Tadqiqotchilarning ko'pchiligi mazkur toponimni ikki qismga, ya'ni Hazor va Aspga bo'lib o'rganadilar. Hamda shu asosda toponimning kelib chiqishini izohlaydilar. Yahyo G'ulomovning fikricha, mazkur qal'ani Bahaybat dev qurgan emish. Dev aldash yo'li bilan shu yerga suv ichgani keladigan 1000 ta qanotli otni qo'lga kiritadi va ularning qanotini kesib o'ziga o'rgatgan. Shu otlarning nihoyatda yaxshi avlodlari tufayli Hazorazm, ya'ni 1000 ot deb atay boshlagan. Muhammadjonov va Ne'matovlar esa shu asoslarga tayangan holda Hazorazm 1000 suvoriyni beradigan ma'muriy hudud ma'nosida bo'lsa kerak degan fikrni aytadilar. Tilshunos Jumanazarov esa Hazorazm toponimi asosida qabila nomi yotadi deydi va u Hazora Os bo'lib, Os qabilasi degan ma'noni anglatadi. Shuningdek, Hazorazm toponimi Xorazm shevasida Hazarish shaklida qo'llaniladi va yozma manbalarda ham Hazaris, Hazarus, Azarus shakllarida tilga olinadi. Yana bir ilmiy taxmin mavjud. Hazorazm nomi Aturaspen yoki Azarasipan so'zidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Bu so'z muqaddas olov joyi yoki otashgoh degan ma'noni bildiradi. Bu talqin Zardushtiylik davri bilan bog'liq bo'lib, ayrim olimlar bu hududda qadimda Zardushtiylarning muqaddas olovi yoqilgan deb taxmin qiladilar. Hazorazmning qadimgi tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Hazorazm Xorazm vohasining eng qadimiy shaharlaridan biri hisoblanadi. Arxeologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu hududda aholida miloddan avvalgi 1000 yillikning birinchi yarmidayoq yashagan. Qadimgi shaharda mustahkam qala devorlari, minoralar, mudofaa inshootlari mavjud bo'lgan. Bu esa Hazorazm o'sha davrda harbiy va strategik markaz bo'lganini ko'rsatadi. Ko'p yillik go'zal tarixga ega Xorazm viloyatining Hazorazm tumani tabiati ham o'z jozibasiga ega ekanligi bilan ajralib turadi.